Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana biz hozir Makka Mukarramada soat bor. Soatning tagidagi binolarda o'tiribmiz. Binolarda har bir qavatlari, bozorlar bor bu yerda. Milliy taomlar, oshxonalar, o'zbek oshxonalari bor bu yerda. Yotoqxonalari bor. Unda har xil turdagi savdo magazinlari bor. Mana shu joylarga ham Alloh nasib qilib aylantiramiz, shu joylarni ko'rsatamiz. Bizi Centrum kompaniyamizning xizmatlari juda a'lo. Mana hozir birodarlarimiz bilan birgalikda mana sayohatga chiqqanmiz. Sayohatlarimizni mana ko'rib turibsizlar. Mana manzaralarni ham ko'ringlar mana. Etajlarni 9 etajga chiqsangiz hamma yo'lda oshxona, savdo do'konlari, mebel do'konlari, lata do'konlari, oziq-ovqat do'konlari hammasi joylashgan. Mana ko'rsanglar, qanaqa chiroyli manzarali joylar. Shu joylarni ham sayr qilasiz. Bundan yuqorisiga chiqqandan keyin mehmonxona boshlanadi. 9-etajdan keyin 200 realmi? 200 realdan berilsa, qolganiga ruxsat beradi tushga. Bungacha chiqarmaydi. Tavsiya qilamiz, bizni Centrum kompaniyamiz bilan kelinglar. Kelib shu joylarda ham sayohat qilinglar. Ham ibodat, ham sayohat. Bundan tashqari yana nima vizalar kerak bo'lsa, vizalarni ham qilib beramiz. Undan tashqari sayohatlar boshqa shaharlarga, Arabistonning boshqa shaharlariga ham sayohatlarni uyushtirib beramiz. Qayerga desanglar, sayohatlarni ham vizalarni ham qilib beramiz. Murojaat qila olasizlar. Pastdagi nomerlarga, raqamlarga telefon qilib, nima xizmat bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.